Assalomu alaykum. Mening ismim Toya Kobayashi. Men Yaponiyalikman. Hozir O'zbekistonda Yapon filologiya fakultetida o'qiyapman. Men Yaponiyada yapon tilida Babur bilan Alisher Navoiyning she'rini o'qiganman. Hozir esa ular nasrini o'zbek tilida o'qishni xohlayman. 5 yosh o'yinni o'ynaymiz va bu otganingizni ilishingiz uchun qo'lingizda ko'proq joyi bo'ladi. Bemalol ilib olasiz. Qani? Hop. Oh, yomonsiz-ku. Yaponiyada ota-onamga O'zbekistonga o'qish uchun kelaman deganimda ular xursand bilan ruxsat beradilar. Toshkent, Samarqand, manzilim yorim, her yan bağı solin, vafoli konglin. Assalamu alaikum azizlar.